Yirik tadbirkorlar va investorlar diqqatiga Navoiy shahridagi Royal mehmonxonasi sotuvga qo'yilmoqda. 3 yulduzli ushbu mehmonxona 5 qavat va sokil qavatdan iborat. Sokil qavatda ta'mirlangan ovqatlanish uchun joy va binoning asosiy isitish tizimlari o'rnatilgan. Birinchi qavat reseption va 3 ta lyuks xonadan iborat. Ikkinchi, uchinchi va 4-chi qavatlar esa 16 ta xonadan iborat bo'lib, jami 40 kishiga mo'ljallangan. So'nggi 5-chi qavatda mehmonxonaning restorani joylashgan va mijozlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Royal mehmonxonasi jami 575 metr kvadrat maydonni egallagan. Navoiy shahrining qulay joylashuviga ega bo'lib, yo'l yuzida joylashgan. Respublikamizdagi hurmatli tadbirkorlar va investorlar, Navoiy shahrida joylashgan Royal mehmonxonasining yangi sohibi bo'ling va yuqori daromadli biznes egasiga aylaning. Ushbu mehmonxona haqida yanada to'liq ma'lumot olish uchun va narxlari haqida bilish uchun pastdagi raqamlarimiz orqali biz bilan bog'laning.